Varikotseli bu kasallikni oldini olish mumkinmi? Bu kasallik faqat yoshlarda uchraydimi? Va bu kasallik tug'mami yoki orttiriladimi? Assalomu alaykum azizlar. Bugun YouTube kanalimizga navbatdagi videoni olmoqdamiz va bugun mavzuyimiz varikotseliga tegishli. Ya'ni varikotseli o'zi qanday kelib chiqadi? Uni oldini olish mumkinmi? Nimalar hisobiga u yuzaga kelishi mumkin? Varikotseli o'zi nima degani? Bu varikoz kasalligi hisoblanadi va tanamizda tomirlarni varikoz kengayib ketishi hisobi kelib chiqadigan kasallik. Bu qaysidir a'zoda uchrashiga qarab turib nomi o'zgaradi. Agar orqa ichakda varikoz kasalligi bu uchrasa bu gemoroy deyiladi. Oyoqlarimizda va bachadonda uchrasa bu bachadonni yoki oyoqni varikoz kasalligi deyiladi. Erkaklarda va ayollarda oyoqda uchraydi, ayollarda bachadonda sirroz, jigar sirrozi kasallik hisobiga qizil o'ngachda erkaklarda ham ayollarda ham uchraydi. Erkaklarda faqat uchraydigan moyakka boradigan tomirlarni varikoz kengayishi bu varikotseli deyiladi nomiga mos. Va bu varikotselini o'zi sababi kelib chiqish sababi tug'ma. Ya'ni erkak kishi onani qornida rivojlanayotganda o'g'il bolani moyaklarini ta'minlaydigan tomirlar ayniqsa chap tomondagisi anomal joylashib, anomal rivojlanganligi uchun, ya'ni normga nisbatan boshqacharoq rivojlanganligi uchun bu tomirlar boshqa tomirlarni orasidan o'tganligi uchun pinset usulida qisilib qoladi. Va bu kelajakda sekin-sekin varikoz rivojlanishiga olib keladi. Uni kuchaytirib yuboradigan ishlar bu ortib ketgan jinsiy, ya'ni kerakdan ortiq bo'lgan jinsiy jismoniy, kechirasiz, jismoniy mashqlar, misol uchun og'ir ko'tarishlar, og'ir harakatlar, og'ir jismoniy harakatlar ta'sir qiladi. Undan keyingi sababi bu harakatni haddan ortiq ko'p bo'lishi. Ya'ni ko'p yurish, ko'p o'tirish, ko'p o'tirib turish bu kichik tos a'zolarini mushaklari, paylari orasidan o'tayotgan urug' yo'llarini, ya'ni urug' boylamini qattiq qisilishi hisobiga yuzaga kelishi mumkin. Bunaqa holat bilan bemor yuzaga uchragan, ya'ni kelgan, og'ir ko'tarmayman, lekin qiladigan ishim kuniga misol uchun 200 tadan 500 tagacha o'tirib turish mashqini qilaman. Mana bu ham ta'sir qiladi varikozni kelib chiqishiga. Misol uchun uzoq vaqt o'tiradigan insonlar ham bor. Bu ofisda, ishda doimo o'tiradi, harakat kam. Ofisdan chiqib, liftga tushib, mashinaga o'tirib, yana uzoq vaqt davomida mashinada rulda o'sha manziliga uzoq vaqt harakatsiz yurgan hisobiga tuxumga boradigan boylamlarni zo'riqishi hisobiga ichidagi tomirlari kengayadi. Va varikoz kasalligi rivojlanishiga sabab ham bo'ladi. Yana undan tashqari varikozni rivojlanishi tomirlarni o'ziga tashqi ta'sirlar ta'sir qilishi, misol uchun issiq vannalarni ko'p qabul qilish yoki saunalarda uzoq vaqt o'tirish ham tomirlarni tonusiga ta'sir qilganligi uchun tomirlarning tonusi ular qisilmagan chiqayerdan, lekin tashqi ta'sirlar hisobiga tonusi buzilib qoladi. Ya'ni kengayib bo'shashish ko'p ta'sir qilganidan, ya'ni saunada ko'p o'tirib issiq sovuq suvga tushasiz, yana saunaga kirasiz, issiq sovuq ko'p ta'sir qilmoqda. Bu qon tomirlarga ta'sir qiladi, ya'ni vena tomirlarini tonusini ishlash prinsipiga ta'sir qiladi. Va yana eng asosiysi, mayli varikoz bo'lar, lekin varikoz tomirlarini ta'sirdan tashqari moyaklardagi temperatura o'zgarganligi uchun moyaklarda ishlab chiqarilgan urug'ni miqdori kamaya boshlaydi. Harakatsiz urug'lar ko'payib ketadi, chunki bilasizlar, bu haqida gaplashganmiz, moyakning ichida temperatura 33-34 gradus bo'lishi kerak. Tashqaridagi temperatura oshib ketib qolsa 36 gradusdan va 34 dan baland bo'lib qolsa, moyaklarda ishlab chiqarilgan urug'ni ishlab chiqarilishi bo'laveradi, lekin o'lik bo'lib qoladi, harakatsiz bo'lib qoladi. Chunki ular yopishib qoladi, agglutinatsiya deyiladi bu narsa. Shu narsalarni varikozni uchramasligi uchun yoki bu o'tib ketib qolmasligi uchun yoki sizga bu zarar qilib qo'ymasligi uchun, moyagingizni kichkina qilib qo'ymas uchun, testosteron miqdorini pasaytirmasligi uchun, og'riq bo'lmasligini oldini olish uchun va asosiysi urug' foizi tushib bepushtlikka olib kelmaslik uchun profilaktika sifatida umuman erkak kishi doimo 6 oyda, 1 yilda 2 marta urug' topshirib, moyaklarni o'ziga qildirib, tekshirtirib, androlog murojaat qilib ma'qul. Chunki bu narsa sizga bildirmasdan o'tib ketishi mumkin. Boshqa kasallik fonida o'tib ketib qolishi mumkin. Misol uchun moyagingizni shamollash yoki og'riq yoki agar cho'millayotganingizda o'zingiz taningizdagi
qismlarini o'rganmasangiz, bilmasangiz, ularni solishtirib bilmasangiz, bu kichkinaligi boshqa moyakka nisbatan kichkinaligi sifatida o'tib ketishi mumkin. Bu jinsiy zaiflikni bir turi sifatida o'tib ketishi mumkin, ya'ni chunki sababi hisobiga o'tib ketadi. Chunki testosteron tuxumlarda moyaklarda ishlab chiqariladi. Moyakda qon aylanish buzilsa, testosteron miqdori pasayadi. Erkak kishi jinsiy zaiflik belgilari kuzatilganligi uchun o'shani davolash bilan ovora bo'lib qoladi. Asosiy tegidagi sababi testosteron ishlab chiqariladigan moyakdagi qon aylanishning buzilishi sababini bilmay qoladi. Shuning uchun mana shu sabablari bor va sizga maslahatim doimo yilda 2 marta bo'lsa ham urolog-andrologga maslahatga, suhbatga va tekshiruvdan o'tishga borib turganingiz ma'qul. Va albatta, hurmatli kuzatuvchilar, bu video boshqa insonlar ham ko'rsin, qidirayotgan insonlarga yetib borsin, bilmay yurgan insonlarga yetib borsin degan maqsadda bu videoni tarqatib qo'ying, saqlanib qo'ying, like bosib qo'ying. Yangi videolarimiz sizga yetib borishi uchun albatta podpisatsiya qilib qo'yganingiz ma'qul. Salomat bo'ling.